Muxtar Trend kanali taqdim etadi. Assalomu alaykum. Telegram hamda YouTube'da o'z faoliyatini olib borayotgan Muxtar Trend kanalining qadrdon obunachilari, audio intervyu dasturimizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Bahorning ilk kuni barchangizga muborak bo'lsin hamda Moh Ramazon oyi bilan barchangizni muborakbod etaman. Tutgan ro'zalarimizni o'z dargohida qabul qilsin. Va bizning audio intervyu dasturimizning navbatdagi mehmoni ajoyib xonanda Elyor Shermatov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Elyor, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Xurshid opa. Xushvaqt bo'ling. Salomat bo'ling. Muxtor Trend kanaliga g'oyibona xush kelibsiz deb qolamiz va obunachilar va muxlislar uchun o'zingizni tanishtirib o'tsangiz marhamat. Avvalambor assalomu alaykum ushbu kanalning kuzatuvchilari yoxud obunachilari. Barchangizga shu yuqoridagi boshlovchimiz ya'ni Xurshid opamiz so'zlarga qo'shilgan holatda fasllarning kelinchagi bo'lmish bahor fasli yurtimizga kirib kelganligi bilan samimiy muborakbod etaman. Qolaversa yaqinlashib kelayotgan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan jami O'zbekistondagi opalarimiz, singillarimiz, tengdoshlarimiz, ayol va qizlarni chin yurakdan samimiy tabriklayman. Yoqin xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilayman. Katta rahmat ajoyib tilaklar uchun. Men Elyor Shermatov 1992-yilda shu vodiy bo'lmish Namangan viloyatida tavallud topganman. Shunday. Qanday ish faoliyati bilan shug'ullanasiz? Qayerlarda tahsil olgansiz? Dast avval shu o'zimizning Namangan viloyati Kosmonsoy tumanidagi avvallari maxsus maktab internat deb yuritilardi. Hozir esa Nurli maskan deb yuritilmoqda. Shu Kosmonsoy tumanidagi 45-maxsus ko'zi ojiz hamda zaif ko'ruvchi maktab internatda ilk ta'limni olishni boshlaganmiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra biz davrimizga kelib 12 yillik ta'lim bo'lgan. Shu 12 yillik ta'limni shu yerda olganmiz. Keyin biroz ayrim sabablarga ko'ra tanaffus bo'lgan. 2020-yilda esa Namangan davlat universitetiga an'anaviy xonandalik, vokal san'ati va an'anaviy xonandalik yo'nalishiga topshirganmiz. U yerda 4 yil tahsil olib bitirdik. Va 2024-yil, 2026-yil o'quv yillari uchun mo'ljallangan o'sha Namangan pedagogika institutiga magistratura bosqichiga musiqa ta'lim yo'nalishi bo'yicha topshirdik. Xudo xolisa bu yil bitiruvchimiz. Ajoyib. Va shu kasbning mutaxassisi bo'lib, bundan yuqori cho'qlarga erishishingizga tilakdoshmiz va shu bilan birgalikda hozirda shu o'zimizdagi 18-umumiy umumiy o'rta ta'lim maktabida qo'limizdan kelgancha ish faoliyatini olib boryapmiz. Albatta shu musiqa fani o'qituvchisi sifatida. Tushunarli. Marhamat. Endi keling biroz tarixga nazar tashlagan holatda Rahmatjon Qurbonov musiqasi, Bobo Rahim Ashraf so'zi bilan mastonalarga degan bir chiroyli qo'shiq bor. Boshlanishiga shundan bir misra deymizmi? Ko'rsa jamoling mastonalarga, ko'rsa jamoling mastonalarga, ishqingda kuygan bechoralarga, ishqingda kuygan bechoralarga mandan duodur sandan ijobat
Benden duadır, senden icabet, canın tasadduk, cananelerge. Canın tasadduk, cananelerge. Rahmat. Sizga ham katta rahmat, o'zingizga ko'z tegmasdan san'at yo'liga kirib kelishingizga kimdadir shu bo'lganmi, o'zingizda bolalikdan hobbimi, qiziqishmi yoki oilangizda san'atkorlar bo'lganmi? Juda yaxshi, o'rinli savol bo'ldi, Xurshid opa. Bu har ikkalasi ham deyishimiz mumkin. Sababi endi bilasiz, oramizda o'sha muxlislar ichida yosh o'g'illar bo'lsa, ularga ham ma'lum. Oldingi katta odamlarda xonadonida, ya'ni ota-bobolarimizni uylarida hech bo'lmasa bittadan doira musiqasi bo'lganda. To'g'ri, ular professional bo'lmasligi mumkin, lekin shu sumalak sayllarda deymizmi, boshqa eski urf-odatlarimizda shu momolarimiz, buvilarimiz shu doiralab chiqib, xo'rlikda qo'shiq kuylashganda. Yodimda. Xuddi shunday, men ham onamni dadalarida, ya'ni biz ota deymiz, onamni dadalarida tor bo'lgan ekan. Men ko'rmaganman, endi yillar o'tib qaylargadir yo'qib ketgan bo'lishi mumkin. Shu otam tor cholgan ekanlar. Professional bo'lmasa-da, o'sha o'zlarining qiziqishlari bo'lgan. Keyin o'zimizni dadamni onalarida doira bo'lgan ekan. U doira yaqingacha turardi. Endi ma'lum bir darajada qondan qonga o'tganmi, u ham keyin o'zim ham qiziqishim bo'lgan yoshlikdan. 3 yosh, 4 yoshliklarimda televizorda yaxshi qo'shiq chiqsa, endi oilada kenjasi bo'lganligim uchun turib xirom aylar ekanman, o'ynar ekanman. Keyin bora-bora qo'shiq aytish qiziqish paydo bo'lgan ekan. Keyin bora-bora shu qiziqish paydo bo'lgan. Maktab internatiga 99-yilda 1-sinfga qabul qilingan bo'lsam, 4-5-sinflar adashmasam, shu davrlarda 2004-2005-yillarda maktab internat qoshida musiqa maktabi ochilgan, To'garaga ochilgan. Shuga tanlov bo'lgan ilk bor klarnet musiqasi olgan qiziqqanim. Keyin albatta u yerga qabul qilishdan oldin o'sha doktorlardan ruxsatnomasi bo'lishi kerak edi, chunki aksariyat ko'z kasalliklariga mumkin emas bu. Keyin imtihon topshirganman, xullas keyin отказ qilishgan, rosa ranjiganman, nimaga desam, chunki klarnetga katta nafas kerak, kuchlanish kerak, seni ko'zingga to'g'ri kelmaydi deyishgan. Keyin mayli deganman. Oradan yana 1 yil o'tgan, garmon, ya'ni bayon degan bir musiqasi bor. Kimlargadir ma'lum. Shunga asta qiziqish bo'lgan. Gruppamizda boshqa bolalar maktab darsdan tashqari xonamizga olib kelsa, u yoqdan tortib, bu yoqdan tortib, garchi cholish bilmasamda, cholishga harakat qilardim. Keyin asta shu narsaga qiziqish uyg'onadi. Oradan 1-2 yil o'tgandan keyin yana topshirdimda, boya o'sha musiqa maktabga. Bu galdadim, xo'p, klarnet to'g'ri kelmasa, shu bayon musiqasi bilan chalish o'rganmoqchiman. Sanki yaxshi, unga bir boshda qarshilik bo'ldi o'qituvchilar tarafdan, u ham senga ozgina og'irlik qiladi, chunki yoshligimda nozik bo'lganman. 3 kilodan oshiq yuk ko'tarish mumkin emas, uyda bu yerda deyishgan. Keyin yo'q, o'zim qarorim qat'iy bo'lgan va qabul qilishga o'rganish boshlaganman. Musiqa maktabi 5 yillik bo'lsa, o'sha 5 yillikka berilgan kuylarda 3 yilda o'rganib tugatganman. Shu o'rinda shu ustozlarimga ham katta rahmat deyman. Jumladan shu barchamiz taniydigan Nurzida Sayevani padari buzrukvorlari bor. Dilmurod aka Sayev juda ham zo'r ham xonanda,
ham musiqa taraflama, ham amaliy juda ham zo'r inson. Shularga katta rahmat deyman, chunki ozmi ko'pmi ancha muncha narsa o'rganganman u kishidan. Islom Dinov, Kamoliddin degan ustozimiz bor edi. Ulardan ancha muncha narsa o'rganganman. Biroz familiyalari yodimdan ko'tarilib turibdi, lekin Farruh aka degan bir akamiz bor edi. O'zimizdan hech qancha yosh farq yo'q. Ulardan saboq olganman. Shu o'rinda shu ustozlarimga katta rahmat deyman. Shu darajaga yetib kelishimga, shu kunga yetib kelishimga o'zlarining o'sha hissalari bisyor. Albatta, ustozlar mana shu yutuqlarga, mana shu darajaga kelishimizga albatta birinchi navbatda ustozlarimiz sababchi. Albatta, ularga albatta qanchadan qancha tashakkurlar aytsak, shuncha kam. Va o'zingizga g'oyibona ustoz deb qaysi san'atkorni bilasiz? Qaysi san'atkorni ko'proq ijodini kuzatasiz va qaysi san'atkordan ko'proq yoqasiz o'zingiz? Endi bilasizmi, Xurshid opa, hozirgacha o'sha ya'ni ayol xonandalar bor, erkak xonandalar bor. Erkak xonandalarga keladigan bo'lsa, endi bundan buyog'iga fikrim o'zgarib ketmasa, shu paytgacha va hozir ayni damda ham shu barchamiz suygan Botir Qodirov. Ayol xonandalar. Yo'nalishlarda ijro mahoratlaridan kelib chiqib, ayol xonandalardan Ziyodani tanlagan bo'lardim. Tushunarli. Va tanlovlar haqida gapirsak, mana shunday darajaga kelishingizda qanaqa tanlovlarda qatnashgansiz, qanaqa yutuqlarga erishgansiz? Xo'sh, barchamizga ma'lum, shu O'zbekiston turli viloyatlari, turli tumanlarida ko'zi ojizlar jamiyati tashkil qilingan. Shu o'rinda shu o'zimiz tumanda shu 2 yilda bir marta bo'ladigan qo'shiqlarim ko'radi olamni ko'rik tanlovi bo'lib, shunday ko'rik tanlovi bo'lib o'tkazib kelinmoqda. Imkoniyat darajasida shu o'zimizni yashab turgan tumanimizni yoki rayonimizni sha'nini himoya qilgan sifatida shunga qatnashib kelyapman. 3-o'rin, 2-o'rin, lekin hali 1-o'rin nasib qilmadi, chunki bizdan-da tajribaliroq ustozlarimiz bor. Nasib qilishiga tilakdoshimiz. Shaxsan o'zim ham ushbu tanlovlarda qatnashganman vaqtida. Hozirgi emas, lekin vaqtida qatnashganman. O'sha she'riyat yo'nalishi ham bo'lardi. Shunaqa natijalar bo'lardi. 2010-13-yillar davomida 14 gacha qatnashganman. Bundan buyog'iga qatnashish imkonim bo'lmagan. Va yana bir ijrodan bahramand bo'lsak, keling Botir Qodirov hujjatlariga. Xo'p. Botir Qodirovning qo'shiqlari bisyor, bir-biridan yaxshi qo'shiqlar. Shulardan Xo'p, keling, Tanovar qo'shig'ini bir eslab ko'ramiz, lekin aybga buyurmaysizlar, hayajon juda ham kuchli. Boshlovchimiz ham anoyi boshlovchi emas, bugungi boshlovchi emas. Shularni oldin biroz radioda ishlaydigan boshlovchi emasman, shuning uchun o'zingizni necha yillik tanishingizman. Hayajonlanmasdan. Xo'p, demak, Tanovar qo'shig'ini kuylashga harakat qilamiz. Dunyo go'zal sen bor uchun, borsam baxtu ozor uchun. Men yashayman sog'inchlarda bir lahzalik diydor uchun. Chinorning ostida o'zim, qadirning pastida o'zim, boshigik sarg'aydi yuzim bir lahzalik diydor uchun. O'zim har joydaman, ko'nglim sanda dura bir lahzalik
didor uchun ey. Ayt sevgilim mendekmisan, dardlarimga sherikmisan, balki sen ham tirikmisan, bir lahzalik didor uchun ey. Ayt sevgilim mendekmisan, dardlarimga sherikmisan, balki sen ham tirikmisan, bir lahzalik didor uchun ey. Chinorning ostida o'zim, qadrning pastida o'zim, oshigik sarg'aydi yuzim, bir lahzalik didor uchun ey. Bir lahzalik didor uchun ey. Rahmat. Rahmat. Mana shu sog' bo'ling. Va davom etamiz bevosita savollarda. İlk sahnaga chiqqan damlaringizni eslaysiz? Necha yoshingizda chiqqansiz? Savollar ketidan ajoyib savollar. Rahmat. Buni hech qachon esdan chiqarmayman. Maktabimizda shu musiqa fanidan darsga kiradigan Farhodjon Mamatjonov ustozimiz bo'lardi. Shu adashmasam 3 yo 4-sinfligimizda shu 1-oktyabr Xalqaro ustoz va murabbiylar kuniga, endi har bir maktabda bu bo'lib kelayotgan an'ana. Shular jumlasidan biz ham maktabda internetda shunday tadbir qo'yilishi kerak bo'lgan. Keyin ustozlar qo'shiqni o'rgatganlarda ustoz Farhodjon domla, keyin ichlaringdan ikkita odamni, ikkita bola yoki qiz farqi yo'q. Kimda kim yaxshi ijro qilsa, shularni tanlab olamizda, ana shu tadbirda ijro qilasizlar degan. Keyin xo'p deb aytganimiz, kerak bo'lsa hammamiz bittadan aytkizib ko'rgan. Shunda men bilan yana bir sinfdoshimiz bo'lardi. Shuni ikkalamiz tanlab olingan. Birinchi bor shu ustozlar qo'shiqni kuylaganmiz. Shu jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar, shu qo'shiqda. Birinchi sahnaga chiqishim shu bo'lgan. Shundan davom etib ketgan, to'g'rimi tadbir? Albatta. Albatta. Tushunarli. Va yana savolim, Ilyos Shermatov, bolalik xotiralari deganda nimalarni ko'proq xotirlaysiz? Bolalik xotiralarini bolalik xotiralari haqida gapiradigan bo'lsak, bilmadim, bir 5-6 ta kitob chiqarsam bo'ladi chamanda. O'ziga yarasha yaxshi yomon davrlar bo'lgan. Xurshid opa, misol uchun barchamizga ma'lum, 1-sinfga borganimizda maktabga ko'nikish o'zi bo'lmagan. Paytlarda telefonlar ham yo'q bo'lgan bizda. Telefonlar yo'q. Bitta bo'lsa ham bitta mahallada bitta yo ikkita odamning uyida damashli telefonlar bo'lgan. Kasal bo'lib qolsa, falonchining qo'shnisiga telefon qil, ammasiga, xolasiga telefon qil. Eng yomoni, dushanba kuni tashlab ketishadi. Shanba kungacha ana ko'raveringlar bir haftani o'tishligini. Juma kuni kechqurun bo'ldi deguncha hammaning yuzida tabassum, ertaga uyga ketamiz degan narsa bo'lardi. Shanba kuni xursand bo'lib uyga ketardik, dushanba kuni yana o'sha hozir sal zamonaviyroq aytadigan bo'lsak, dushanba kuni hammaning osmonida qora bulut porlardi, yig'lagan, otasiga, onasiga ergashgan. Lekin Xudoga shukr qilaman, hech kimdan kam qilmasdan turli injiqliklarimga chidab shu maktabda o'qitishgan ota-onamga rahmat deyman. Albatta. Ko'pchilik mana shu natijada o'qimay ketganlar ham ko'p bo'lgan. Albatta. Yoshi ketsaman deb har xillar oqibatida o'qimay ketgan
ancha orqada qolib ketgan, rivojlanishda nima bo'lgan insonlar ko'p. Bu uchun mana shunday darajaga yetib kelishimizda ota-onalarimizga qadamlar ham minnatdorchilik bildirsak arziydi. Albatta. Nimalarga qaramasdan mana shunday darajaga yetib kelishimizda sababchi bo'lgan. Va yana qanday savol bersam ekan? Duet kuylash niyatingiz bormi? Umuman duet qo'shiqlar kuylaganmisiz? Yo'q, hozircha havaskorlik sifatida yakka bir o'zim kuylab kelyapman. Lekin bor, kuylash niyatimiz bor, xudo xohlasa. Birinchi navbatda Ziyoda bilan bo'lsa kerak. Albatta, shu taqdir taqozosi bilan qayerdadir bir yuzma-yuz kelib qolsak, taklif bildirgan bo'lardim. Qaysi musiqa asboblarini chalishni bilasiz? Xo'p, musiqa asboblaridan keladigan bo'lsak, bayon musiqa asbobi, akordeon, juda zo'r professional bo'lmasa-da, pianino musiqa asbobi. Endi el xizmatlari deydi, to'y xizmatlarida ham bo'lib turasizmi? Va shunday holatlarda biron bir qiziqarli voqea aytib bera olasizmi? Ya'ni ijro jarayonida, biron bir tadbirda bo'lsa ham, ijro jarayonida qo'shiq so'zlari yodingizdan chiqib qolgan holatlarimi yoki shunga o'xshash biron bir holatlar bo'lganda vaziyatdan qanday chiqib ketish holatlari bo'lgan, hali unaqasi bo'lmaganmi? Qarang, to'y xizmatlariga borganda ko'proq holatga qarayman. Ya'ni jonli ijro yoki biz xonandalar tilida aytadigan bo'lsak, joy to'y bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Chunki har xil holat bo'lishi mumkin-da, qo'shiq esdan chiqib qolishi mumkin. Yoki kimdir orqangizdan kelib turib qulog'ingizga falonchi qo'shiqni aytib ber, yoki pistonchini aytib ber deyishligi mumkin. Qo'shiq aytayotgan jarayoningizda. Ana shu holatda jonli ijro bo'lsa, sozanlarga bir qaraysizda, ular sizni o'zi olib chiqib ketadi holatda. Yoki bir doira baraban bir-biriga aytish qilib usul chalib turadi. Boshqa. Marhamat, yana bir ijrodan bahramand bo'lsak. Xo'sh, Tomchi yoshlarim degan bir qo'shiq juda ham chiroyli qo'shiq. Agar eshitmagan bo'lsangiz, bir siz ham eshitib ko'rishingizni tavsiya qilardim. Tamam. Bismillahdan boshladim so'zim. Ishq ahliga yuzlashib ko'zim. Kulib turgan kulguchlarimni yoshim to'kib berkitar ko'zim. O'zimni aldab ham qo'ydim shu bevafoning dastidan. Sevganim uchun gunohkor bo'ldim. U chiqasdan oldi baxtidan. Tomchi yoshlarim tugadi bardoshlarim. Sadqa-yu sar ko'zim yoshlarim. Tomchi yoshlarim tugadi bardoshlarim. Sadqa-yu sar ko'zim yoshlarim. Sadqa-yu sar ko'zim yoshlarim. Juda ham chiroyli qo'shiq. Albatta, Ziyodani yaxshi o'sha yoshligimizga eslatuvchi taronalaridan biri deb ayta olish mumkin. Va yana sizga savollar beradigan bo'lsam, katta rahmat ajoyib ijro uchun. Mualliflik qo'shiqlar chiqarganmisiz yo endi? Mualliflik qo'shiqlar chiqarish kerak. Aslida har bitta haqiqiy bir xonanda bo'laman degan odam o'z qo'shig'iga, o'zining mulkiga ega bo'lishi kerak.
lekin ayni damda pedagogika yo'nalishda ishimni olib borayotganligim uchun hozircha qo'shiqqa e'tibor qaratayotganim yo'q, chunki oldinda bitiruv ishlari. Takliflar tushyaptimi? Masalan, mana shu she'rni qo'shiq qilasizmi yoki shunaqa takliflar bo'lishadi-yu qo'shiqchilarga yodgorlar tomonidan. Ha, yo'q, she'rlar chiqib turadi. Mana shuni qo'shiq qilib aytsam bo'lar ekan. Mana bu she'rni qanday qo'shiq qilsam bo'lar ekan deydi. Endi xohlaymizmi yo'qmi tan olishimiz kerak. 80%, 70-80% moddiy taraflamaga kelib taqaladi. Bitta she'rni olib borganingiz bilan darrov 1 soatda qo'shiq qilsa ekan boshqa narsa, chunki o'zgarish o'sha aranjirovkasi bo'ladi yoki o'sha musiqa bastalaydiganga nechta musiqa asbobidan foydalanasiz. Shularga bog'liq ovoz yozish o'zi boshqa yana. Tushunarli. Va oldindagi rejalar, orzular, armonlar deyman, armonlar ham. Mayli, armonlar bo'lsa, armonlardan ham gapiring. Oldindagi rejalar, orzular. Xo'p. Rejalar to'g'risida gaplashamiz. Asli desam bo'ladi. Yuragida bir chekkasida qolib ketgan shu yaxshi xonanda bo'lishim kerak degan narsa hali o'zini kuchida turgan, lekin buni vaqt ko'rsatadi, chunki bugun gap ertaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Albatta, zamon shiddatli o'zgarib ketmoqda, balki bu kunlar ham kelishi mumkin. Albatta. Ko'ramiz, agar nasib qilgan bo'lsa, magistraturani bitirgandan keyin doktoranturaga harakat qilib ko'ramiz. Xudo nasib qilgan bo'lsa, u yerda ham tahsilni olish niyat bor. Yaxshi joylarda ishlash. Niyatlaringizga yetib qolamiz. Biz bunga ijrodan bahramand bo'lsak, marhamat. Bizni ilk bor uchrashtirgan sen, panaroqda so'zlashtirgan sen. Bizni ilk bor uchrashtirgan sen, panaroqda so'zlashtirgan sen. Saroz quyib bizni qor, panaroqda so'zlashtirgan sen, panaroqda so'zlashtirgan sen. Bo'ldi. Ozgina sozgina. Katta rahmat. Yoshlikni eslatuvchi taronalar uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Va marhamat, sizlarga, obunachilarga tilaklaringiz bo'lsa, Muxtar Trend kanaliga tilaklaringiz bo'lsa, eshitamiz. Nima deymiz? Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammaning uyida xursandchilik bo'lsin. Boshlovchilik ijodiga omad tilaymiz. Kanal muxlislariga esa kuzatishdan charchashmasin deymiz. Shunday haligi sinovli deymizmi yoxud shu ro'za Ramazon kunlarida barchaga sabr toqat tilaymiz. Tutayotgan ro'zalarni Alloh dargohida qabul qilsin va hech qachon charchamanglar. Sizga ham go'zal ijrolar, samimiy suhbat uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Ijodiy faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Allohim martabangiz bundanda ulug' bo'lsin. O'zingiz xohlagan yutuqlarga erishishingizga, yurtimiz, elimiz suygan mashhur san'atkor bo'ling demayman, sevimli san'atkor bo'ling. Mana shuni o'ziga ham yetarli albatta. Elimiz suygan san'atkorlardan biri bo'lishingizga tilakdoshman. O'qishlarimni baholarga kirib, kasbingizni
mukammal darajadagi insonlardan biri bo'lishingizni tilayman. Eslatib o'taman, hurmatli obunachilar, bizning bugungi mehmonimiz Mangulik ajoyib xonanda, paspor xonanda Elyor Shermatovlar. Shuning bilan dasturimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz yurtimizdagi iste'dod egalarini kashf qilishda davom etamiz. Ijodini ozroq bo'lsa-da yoritishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Kamina Xurshidabona Jo'rayeva bo'ldim. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonat sizlar azizlarim.